Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar. Mana navbatdagi Toshkent Tyumen Chelyabinsk направлениесiga avtobusimiz ketmoqda. Avtobusimiz mana Qo'yliqqa kirib keldi. Kech istayda bo'lganlar ishonchli bilan ekranda bemalol murojaat qilishlari mumkin. Haftaning seshanba hamda juma kunlari reyslar amalga oshiriladi. Assalomu alaykum, shef, yaxshimisiz? Charchamasdan. Tuzimisiz? Premo O'zbekistonda o'tirdingizmi? Avtobus yoqdimi sizga? Qulaylari yaxshimi? Nima deysiz aka, yaxshimisiz? Qayerdansizlar? Surxondaryo. Surxondaryolik akalarimiz kelsa bo'lar ekan, ishonchlimi ekan? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Ro'zalar bilan qiynalmang. Avtobus holatlari nima deysiz? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Akalar, ukalar, mana shunaqa yerda yuradigan oq tulponlarda ketmoqchi bo'lsangiz, ishonchli bilan ekranlarda turib. Qashqarga ketyapsiz, so'ravani? O'z joylarida olishlari mumkin. Qashqarga ketyapsiz aka siz? Men kutaman. Siz Tumenga ketyapsizmi? Siz-chi aka, assalomu alaykum. Siz ham Tumenga mana? Bemalol. Tumen, Chelyabinskka aka-ukalarimiz ketsanglar bo'laveradi. Seshanba hamda juma kunlari reyslarimiz amalga oshiriladi. Undan tashqari Krasnodarga, Yekaterinburgga ham reyslarimiz bor. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.